Күз пәсli bilan qish pəslida oruqlayotganlar diqqət qilish tegishli ishlarni deb beray. Men filmni bir tal yurak berib saqlab olganjima. Avval xo'sh xabarini deyman. Ya'ni qish pəslida odam o'zining badanini issiq tutish uchun texnik energiyani sarf qila oladi. Demak, qish pəslida oruqlash amaliyoti yoz pəslida oruqlash qaraganda osonroq bo'ladi. Ammo bir shum xabar bor. Dedim go, beden texnik energiyani sarf qildi degan gap, shu texnik yeydigan narsani talab qildi deb. Shuningdek qish paslida va ig'izni boshqarish bek tez. Siz jiqraq narsa yemsangiz uzun ichida olmaysiz-ku. Shuningdek har qandaq chekidan oshgan tez suratda ig'irlik tashlaydigan, haddidan ziyoda tomoqdan parz tutadigan mandaq ig'irlik tashlash usullarini qo'llanmayli. Yoz kunlari yana bo'ladi. Falani kuni ishim batdi, tezroq o'riqlab olaychi deb hafta 10 kun chog'da bir 4-5 kilo ig'irlik tushsangiz yana chanmaydi. Qish paslida unda qilsangiz pek oson fantam bo'lib ketasiz. O'zingizni paylayolmay qolmangchimi? Siz 3 kun, 5 kun bardosh bergan bilan uning keyinda bardosh bergil bo'lmaydi. Chunki havo sovuqda badan texnik energiyaga muhtoj bo'ladi. Endi qish faslining yana bir yaxshi yeri bor do'stlar. Bo'libmi? Qishda biz qalin kiyimlarni kiyamiz. O'zimizning semiz yerlarimizni to'siy olamiz. Qalin kiyimlar bilan shunaqo yozdig'u bo'pti oldirayli. Ko'ynaklarim batdi va yarim ichilib qolsamiz ko'rindi ekan deb sen ansirsak. Yozda badanni yapqilib olgan ekan, unda oldirab o'riqlab ketishga kirishib olmayli. Ig'irlik ostroq tutsin. 3 oy, 4 oy qish degan shunaqo qalin kiyimni shunchalik uzun kiyimiz. Shu vaqt so'zib, tuyuqsizda yoz kelib qisqa yangilarni kelgan vaqtda biroqlam o'riqlig'ingizni haq ko'rsa bo'ldi emasmi? Nimish qilsangiz qish tugamay turiblam, tez suratda hafta 10 kun bir oydilam ig'irlik tashlaydi. Badanga maylarni to'sib bo'lgan to'sa. Savirchanliklar o'riqlaydigan eng yaxshi fasl qish fasli. Undan boshqa ig'iz yomon oson qichidi qishda. Men dedim-ku badanga texnik issiqlik energiya lozim deb. Bu vaqtda siz bek ig'izni kontrol qilaman deb ketishingizdan hojat yo'q. Bek chidib o'tmansangiz oxir chidayolmay qolsiz. Nima yegingiz kep ketgan bo'lsa, ig'iz qichqamsa, shuni yang. Muvofiq miqdor deb, qolgan uningdan boshqa bir kunda yeydigan narsalarni azroq azayting. Gapim tushunish bo'ldimi oylar? Bek chidab irodalik bo'laychi deb ketishninki hojati yo'q. Ig'iz qilsa sal oduqingizni chiqarib oling. Ondan keyin tomoq yeganda amal bor. Issiq bir qaç tomoq yeyli. Tomoqimizning orasida asos ochiqlar bo'lsin. Un guruchlarni biroqlam to'xtatib etmang. Issiq tomoq yesak, badanda shunda issiq tutgandan keyin temperatura o'rlagandan keyin shuna bir xotirjamlik tuyg'usi bo'ladi degan gap. Qish fasli emasmi? Amaliyotda o'zingizni nayt kutib, oldirab ketmay, savirchan bo'lsangiz, qish fasli o'riqlaydigan bek yaxshi fasl do'stlar. Uning ustiga men abay deganda kiyimlar bilan bizningki semziyalarimizni yeb bag'ili bo'ladi. Şunu aldırmay o'riqlaylik. Bek aldırğandan keyin yo'lga chiqib qolgan gap. Bulamdi, hayrat qilaman.